Xotin bir bugun romantik o'tiraylik, bir iliy sho'rvaladi, ichi baquvvat bo'lib, moni qara, bulyonni qara, sarg'ayib ketganligini. Mazza qilib, hala desam ko'ramiz buni. Do'stlar, uyimizni sotiga 4 sotik, sizlarga narxini oldindan aytib qo'yib, baribir o'tkazib olmaysizlar, уже meni ko'rasizlar. Bilaman sizlarda $70,000 yaxshi kami bor deyapti azizlar. Qirg'iziston O'sh shahri, Yujniy, qolganini keyin aytamiz. Azizlarim, bu 4 sotik xonadonimiz mana bunaqa 2 sani ekan azizlar, juda ham baland, mustahkam solingan. 4 xonasi bor ekan azizlarim, 4 sotigimizda. Monolitlari bilan, monolit ustidan pol ekan azizlar, juda ham bir mustahkam solingan uylarimiz, ozgina bir qiladigan ishlari bor. Lokatsiyaga qaraganda narxini zo'r aytyapti. Azizlar, robotdan kirganimizda chap tomonimizda xonamizdan ko'rsatishni boshlaymiz. Bu birinchi xonamiz, hozirgi kunda kuxnya qilib foydalanishyapti ekan. Juda ham bir ixcham chiroyli ekan, mana qaranglar azizlar. Buni bir detskiy spalniy deb qo'ya olaylik ya. Bitta spalniy ekan azizlar. To'g'ri, bor, jinday bir remont talab ekan, narxini zo'r aytyapti. U yerdan chiqqanimizdan keyin azizlar, mana yerda bir katta zali bor ekan, qaranglar. Juda ham katta bir to'y kunda kelib, qudalar o'tiradigan chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bunaqa mashinkalarimiz ham bor ekan, bularni ham qoldiramiz ekan sizlarga bonus qilib podbiznes. Mana yerda mana kelinchakni seplari shekilli bular. Menga mana shu uyimiz tezroq sotilib ketsa, mana shu ayiqchani beraman sizga sovg'a qilib dedi. Juda ham chiroyli ekan, men xotinimga sovg'a qilaman, iliy sho'rvani ichib bo'lgandan keyin. Azizlarim, bu juda ham bir tayyor sanuzul ekan, menimcha 80% tutgan deb o'ylayapman. Mana qaranglar, suvlarga hamma yo'lda olib kelib qo'ygan. Mana suvlar chiqadi azizlar, juda ham zo'r. To'ka bir 20% remontini qilib qo'ysalar bo'ldi. Sanuzuli ham tayyor azizlar. Azizlar, bu 4-xonamiz bo'lyapti. 4-xonamiz zal ekan azizlar. Qaranglar, juda ham chiroyli. Mana mebellarni ham olib kelib qo'ygan ekan, chiroyli qilib uy bitgandan keyin qo'yamiz deb. Muzdekini baland azizlar, juda ham chiroyli bir eshik romlari ham plastikka bo'lgan ekan. To'ka bir oqartirish qo'ygan azizlar. Shoshilamiz, kelib o'zingizlar fokusinglarda qilib olasizlar. Do'stlar, qo'y boqadigan aka-uka, shinavanda akalarimga mana hayvon boqqani mana yerda hozir ko'rsatadi operatorimiz yaqinroq kelib, juda ham chiroyli tayyor qo'yxona, molxonalari bor ekan. Qaranglar, mana naveslari yangi shipirlarda bo'lgan. Bu juda ham chiroyli, kirib yashaydigan sharoiti bor. Sekin-sekin men o'ylayapman, mana shu yerga azizlarim, chiroyli qilib high tekstilda zo'r qilib uy solib qo'ysangiz, juda ham chiroyli chiqadi. Do'stlar, bu hojatxonamiz, mana yerda yana bitta vannamiz bor ekan. Qaranglar, juda ham bir barakali, sanuzullari ham ko'p. Azizlar, mana yerdan mana podvalga kirib ketsanglar bo'ladi. Bunda eng ishmasdan tekkiz yurib kirib ketaverasizlar. Juda ham baland, mustahkam podvalimiz. Do'stlar, manzillarni yana qaytarib aytib o'tib ketaman sizlarga. Qirg'iziston O'sh shahri, Yujniy Shaumyana degan 27-xonamiz. Ko'chamizning nomi Shaumyana, aytilishi yomon qiyin ekan azizlar. Narxiga keladigan bo'lsa sizlarga azizlarim, $70,000 yaxshi kami bor deyapti. Zudlik bilan sotish kerak ekan. Murojaat uchun raqamlarimiz 0551 bilan 008383. Qaytaraman, 0551 bilan 008383 azizlar. Kelib ko'ringlar. Akamiz o'zi sizlarni qo'lingizdan yetalab yurib olib kelib ko'rsatadi. Juda ham menga yoqdi, narxi ham yoqdi.